yoki qizimmi diagnozi borligini bilishsa, odamlar gap so'z qilishadi, boshqacha qarashadi. Menga aytishganki, bu bolani topshirib yubor, o'zing qiynama, bu boladan foyda yo'q deb aytishgan. Sani qizing bor, lekin qizingga yaxshi joydan sovchilar kelmaydi, chunki ikkita ukasi diagnozli. Blogerlar o'zini reklamasi uchun so'raydigan pulini so'rashdi. Rostdan shuni o'g'lingiz o'zi qilyaptimi, rostdan qila oladimi degan savolni berishni boshlashdi. Bizani o'quvchilarimiz shu xalq ichiga kirib tayyorlagan shirinlarni o'zlari sotishadi. Assalomu alaykum. Men Sultonova Gulzoda. 3 ta farzand onasiman. Bitta qizim, 2 ta o'g'lim bor. Meni 2 ta o'g'lim diagnozli. Katta o'g'lim Komron hozirgi paytda 23 yoshda, ZPR diagnoz qo'yilgan. Va eng kenja farzandim 18 yosh, u autizm. Hozirgi ishimni boshlashimga sabab bo'lgan aslida meni farzandlarim, chunki bu bolalar maxsus maktab, maxsus kollej bitirishgandan keyin bu bolalar uchun ish o'rinlari yaratilmagan hozircha O'zbekistonda. Men bu narsaga o'zim duch keldim. Katta o'g'lim Komron maxsus maktabni, maxsus kollej bitirgandan keyin u uchun ish o'rinlari yo'qligini ko'rdim. Yunusobod hokimiyatiga bordim, murojaat qildim va shunda bildimki, ish o'rin yo'q. Xo'p, nima qilsa bo'ladi bunaqa vaziyatda? Demak, o'zim harakat qilishim kerak deb ish boshladim. Komronga imminni kulinariya bo'yicha bilimlar berishni boshladim. U bilan uyda birgalikda o'zimiz narsalar pishirishni boshladik. Komron o'zi juda ham qiziqardi bu yo'nalishga. Va u ham birga pishirganda qo'lidan kelayotganini ko'rib, uni xursandligini ko'rib, demak bu narsani men tasvirga olishim kerak va buni O'zbekiston xalqiga ko'rsatishim kerak deb Instagram blogini yurg'izishni boshladik. Nima uchun men bu narsani ko'rsatishni boshladim? Sababi bizda o'zbekchilikda bunaqa diagnozi bor bolalardan uyalishadi, ommadan bekitishadi. Sababi va men o'g'limni yoki qizimni diagnozi borligini bilishsa, odamlar gap so'z qilishadi, boshqacha qarashadi. Bizning uyga sovchilar kelmaydi yoki bizga hech kim kelin bermaydi. Shunaqa ularda fikrlar bor bizning o'zbekchilikda. Shu narsani kimdir noto'g'riligini ko'rsatib berish kerak edi. Shu narsani men boshladim. Komron bilan biz uyda nimaiki yangi taomlar pishirsak, hammasini o'sha Instagramda ko'rsatib borardik, Instagram sahifada. Boshlanishiga o'zimni sahifamda ko'rsatdim va keyin alohida Komronni o'ziga sahifa ochdik va u yerda Komron bilan uyda biz shirinlik, salat va taomlar tayyorlashni boshladik. Bilasizlarmi, boshlanishiga menga rosa onalar yozishdi. Rostdan shuni o'g'lingiz o'zi qilyaptimi? Rostdan qila oladimi degan savolni berishni boshlashdi va har bitta detalini ko'rsatib bordim. Blogerlarga murojaat qildim va bizani o'sha murojaatimizga yo'q demasdan bizga hamkorlikda ishlagan blogerlarga hozirgi paytda o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shu blogerlarning yordami orqasidan biz Komronni shirinlarni sotishni boshladik. Biz logotip qo'ydik o'zimizga matonatli Komron deb. Shirinlar sotishni boshlaganimizdan keyin aytdimki, demak, bu bolalarni shu hunarga yo'naltirsa bo'ladi va hamma bolalar shu hunar orqasidan qiziqqan bolalar daromad qilsa bo'lar ekan deb hozirgi ish faoliyatimni boshladim. Komron 2003-yil 23-fevralda tug'ilgan. Komron ayrim bir sabablarga ko'ra uyda tug'ilib qolgan, lekin homiladorlik davri juda ham hammasi joyida o'tgan. Har doim doktorlar nazoratida turganman. Komron o'zi po xarakteri juda ham ish qilishni yaxshi ko'radigan bola. Komron bilan shu uyda o'zim narsa pishirganimda yonimda turib qiziqqanini sezganman va shundan keyin birgalikda biz boshladik bu narsani. Komron boshida pichoq ushlaganda prям yonida turardim, chunki o'zim ham bu mas'uliyatda bolaga diagnozli bolaga pichoq berish. O'zida yonida turardim, ushlab o'rgatardim. Lekin sekin-sekin o'sha qo'lidan qo'yib yuborishni boshladim. Yonida tursam ham mundoq qarab turishni boshladim va o'zini mustaqil qilishni boshladim. Boshida Komronda ham baribir qo'rqish bo'lgan, chunki ovqat qilayotgan paytda narsa pishirganda bilasizlar, ozgina issiq bo'ladi gazi yoni yoki yog' sachrashi mumkin. Shunaqa paytda ozgina qo'rqqan paytlari bo'lgan, lekin bu vaziyatdan o'tib oldik. Yonida turdim. Hech narsa qilmaydi Komron, men yoningdaman. Shunaqa qilib o'rganasan, mana shunaqa qilib o'rganganman deb unga tushuntirishni boshladim va Komron shu narsani eplab ketdi. Hozirgi paytda Komron oson narsalar to'g'raydi, ovqatlar qiladi. Komron ancha samostoятельный bola bo'lib qolgan.
Komronni уже qo'lidan ish kelayotganini ko'rganimdan keyin, Komron bemalol o'zi eplayotganini ko'rganimdan keyin, demak boshqa bolaga ham yordam bersa bo'larkan dedim. Chunki mani bu o'zimni ona sifatida og'riqli nuqtam, mendan keyin farzandim nima qiladi, mendan keyin qiynalib qolmaydimi, mendan keyin kim bunga yordam beradi degan savol har doim meni qiynardi. Birinchi o'rinda hozirgi biza kulinariya kursini ochishimizdan maqsad bola mustaqil bo'lsin. Bola qachondir uyda yolg'iz qoladi, ota-ona biz har doim bu bolaning oldida bo'la olmaymiz. Bolalarimiz yolg'iz qolganda och qolmasin, uyda o'ziga o'zi taom tayyorlay olsin, qonini to'g'iza olsin. Bu birinchisi bo'lsa, ikkinchisi bola hunari orqasidan o'zi daromadga chiqsin. Hech kimga muhtoj bo'lmagan holatda o'zini mehnatini orqasidan daromad qila olsin. Va yana uchinchisi, bu bolaning o'rtog'i yo'q, diagnozli bolaning do'stlari yo'q, chunki bu bolalar o'sha aytganimdek maxsus maktabni bitirishgandan keyin uyda qolishadi-da. Ko'chada unaqa o'rtoqlari bilan bular oddiy bolalar kabi ko'chada gaplashib yoki qatlargadir borib, o'rtog'i bilan birga bo'la olmaydi-da. Bu yerda bola bir-biri bilan o'rtoq bo'ldi, do'stlar orttirishdi, har doim bola bir-biri bilan muloqotda. Bularni bir-birini podдержка qilishini ko'rsangiz, men o'sha paytda dam olaman, maza qilaman. Mana shu bolalarimizni stol atrofida komanda bo'lib ishlashganda, bir-biri bilan gaplashib, kulishib, hazillashib, bir-biriga yordam berayotganini ko'rganimda, men dam olaman. Men juda ham maza qilaman va shunda tushunamanki, bu boshlagan ishim juda ham ko'p bolalarga yordam berayotgandi va onalarga. Shu narsani aytib o'tmoqchiman. Meni o'zim aytgandek, bosh farzandim qiz 2001-yil anaqa Sanpi institutini bitirgan. Hozirgi paytda уже men buvijonman. Shu qizimni uzatish menga muammo bo'lishini menga yon atrof aytgan. Sababi aytishganki, sani qizing bor, lekin qizingga yaxshi joydan sovchilar kelmaydi, chunki ikkita ukasi diagnozli deb aytishgan. Qiynalasan qizing uzatishga deb aytishgan, lekin men bu fikrga hech qachon qo'shilmaganman. Men aniq bilardim, meni tushunadigan, meni boricha qabul qiladigan albatta oila bor deb. Va alhamdulillah 2025-yil iyun oyida qizimni uzatdik. Qizim alhamdulillah hozirgi paytda juda ham hurmatda, izzatda. Meni qudalarim, men o'zim xohlagandek bizani tushunadigan, bizani podдержка qiladigan qudalardan. Aytmoqchi bo'lgan narsam, har bir insonni fikriga yarasha, gumoniga yarasha vaziyatlar beriladi. Men har doim ishonganman, to что meni qizim juda ham chiroyli, go'zal tarzda kelin bo'ladi va har doim hurmatda bo'ladi. Va hozirgi paytda shu narsani ko'rib kelyapman. Ota-onalarga aytmoqchi bo'lgan gapim, sizni farzandingizni diagnozi borligi, bu sizni farzandingizdan uyalishingiz kerak degani emas. Farzandingizni hammadan bekitishingiz kerak degani emas. Bu farzandlar bizani podдержкамizga, bizani mehrimizga muhtoj. O'shaning uchun bizni ota-onalar bu bolalarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak va bu o'sha hammadan bekitish stereotipini biz buzishimiz kerak. Bizni ommaga ko'rsatishimiz kerak. Ha, shunaqa diagnozli bola bor. Bu diagnozli bola ham hamma qator bizga o'xshab oddiy xalq orasida yurishga, yashashga haqqi bor va bu narsaga biz o'zbek xalqi hammamiz birlashib yordam berishimiz kerak. Aynan shu bolaga tegishli bo'lgan bitta vaziyat meni juda ham shu aynan ish bo'yicha o'ylashimga sababchi bo'lgan. Men o'zim Yunusobodda turaman. Yunusobod bozoriga chiqqanimda bitta DTP bola yengil formasi DTP bola aravakashlik qilayotganini ko'rganman va buni ko'rib xursand bo'lganman. Sababi u bola harakatda, u bola o'zini o'zi eplab jamiyatga qo'shilayotganini ko'rib xursand bo'lganman. Bu bolaga meni mehrim boshqacha bo'lgani uchun har doim bu bolani men sezaman hamma joyda va e'tiborimni tortishadi-da. Va boshqa kuni yana chiqqanimda bozorga u bola aravakashlik qilib bitta insonga xizmatini ko'rsatgan, summaga kelishgan, narigi odam u bolani haqqini bermayotganini ko'rib qolganman. Haligi o'sha aravakashlik qilayotgan bola narigi odamga aytdi-da, aka bu pulga kelishmovdik, siz menga 20 ming berishingiz kerak edi, siz juda kam beryapsiz deyapti-da. Narigi odam senga shu ham bo'laveradi deyapti-da. O'shanda ichimda shunaqangi bir qo'zg'olon bo'lgan, nima uchun bu bolani biza qo'llab-quvvatlash o'rniga
hattoki o'zini ishlab topgan haqqini bermaymiz. Nahotki bu bolani biz shunchalik hech kim emasdek ko'ramiz degan ichimda juda ham qo'zg'olon bo'lgan va qanaqa bu bolaga yordam bersam bo'ladi, nima qilsam bo'ladi, kimdir bu narsani boshlash kerak-ku degan savollar juda ham ko'p bo'lardi. Bizda blogerlar bilan shunaqa vaziyatlar bo'ldi. Komronni ishini rivojlantirish uchun biz blogerlarga murojaat qildik va blogerlarni qaysi biridir o'zi bilan, admini bilan gaplashib vaziyatni tushuntirdim. Ularga tushuntirdimki, hozirgi paytda aqlan zaif bola uchun ish o'rinlari yaratilmagan. Shu narsani biz boshlamoqchimiz. Komronni shirinliklar qanchalik ko'p sotilsa, shunchalik boshqa komronni o'ziga o'xshagan o'rtoqlariga biz ham hunar o'rgatib, ularni ish bilan ta'minlay olamiz. Shu uchun biz sizni reklamangizdan foydalanmoqchimiz degan takliflarni berdim. Shunaqa vaziyatlar bo'ldi. Blogerlar o'zini o'sha har doimgi o'sha reklamasi uchun so'raydigan pulini so'rashdi. Qaysidir blogeri prosta istoriyaga qo'yib berishi $1000, $1,500 bo'lsa, posti 3000, 4000 dan boshlanadi. Blogerlarga murojaatim, to'g'ri, siz ham mehnat qildingiz. Hozirgi o'sha o'zingizni tanitish uchun, sizni xalq tanish uchun ancha harakat qilgansiz, lekin qaysidir paytlarda ustupkaga borishingizni men iltimos qilgan bo'lardim, chunki bu yerda sizlarga o'sha murojaat bo'lganda maqsad bolalardan pul ishlash emas, maqsad bu bolaga yordam berish bo'lgan edi. O'sha paytda juda ham meni o'sha ta'sirlantirdi va shundan keyin men aynan blogerlarga murojaat qilib video chiqazgandim. Sababi deylik, biz 50 tadan даже undan ham ko'p blogerlarga murojaat qilgan bo'lsak, bor yo'g'i 3 ta bloger bizga hamkorlikda ishlashga rozi bo'lishdi. Madina Ismailova degan blogerga alohida o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, chunki biz ularga birinchi marta murojaat qilganimizda srazu ular xursand bo'lib bizani o'sha shirinlarimizni reklama qilib berishdi va o'sha men blogerlarga murojaat qilgan videomdan keyin hamma blogerlarni oyoqqa qo'ydilar-da, "Davay, biz podдержка qilaylik, biz yordam beraylik" deb. Shundan keyin hammasi tezroq rivojlanishni boshladi. Shu Madina Ismailova blogerimizga men alohida o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Sababi bunaqa jonkuyar, xalq dardini eshitadigan blogerlar ko'payishini juda ham xohlagan bo'lardim. O'zimni blogimni ochishimdan maqsad o'zimni Komron bilan islom farzandlarimni boricha ko'rsatishni maqsad qilganman. Sababi bizda o'sha aytib o'tganimda o'zbekchilikda bunaqa bolalardan uyalishadi, bekitishadi. Lekin bu narsani men bu noto'g'riligini va bu narsadan uyalish kerak emasligini ko'rsatishga harakat qildim va o'ylaymanki, men maqsadimga yetdim. Biz hozirgi paytda kursimiz pulli, sababi bu kursni ushlab turish uchun men o'qituvchilarga oylik qilib berishim uchun pulli qilganmiz. Boshida hozirgi men kulinariya kursimni ochishimdan oldin men juda ko'p joylarga murojaat qildim. Yunusobod hokimiyatiga bordim, Toshkent hokimiyatiga murojaat bilan chiqdimki, bizda davlatga qarashli bo'lgan joylar bor, binolar bor. Bizga shu binolardan ajratib beringlar degan o'sha ariza bilan murojaat qildim. Sababi davlatniki ancha arendasi arzon bo'ladi. Lekin o'tdan men hech qanaqa qoniqarli javob olmagandan keyin bu ishni o'zim boshladim. Men bitta studiyani arendaga oldim. Arendasi o'ziga yarasha qimmat edi. Boshida arendani pulini to'lash uchun men kredit ham oldim. To'ladim birinchi oyga, ikkinchi oyga yana qarz oldim, yana to'ladim. Sababi bu proyekt to'xtab qolishi kerak emas edi. Lekin ko'ryapmanki, qiyin bo'lyapti. O'sha paytda biz o'quvchilardan pul olardik, sababi o'sha hozir aytib o'tganimdek, bu proyekt ushlab qolish kerak edi, arendasi bor edi. U yerda har kunlik darslik uchun masalliqlar bor edi va o'qituvchilar oyligi bor edi. Men buni hammasini to'lovini qilishim kerak edi. Keyin vaqt keldi, biz studiyani 2 oy arenda sifatida ishlatganimizdan keyin bitta o'quvchimiz oylari meni o'zimga murojaat qildilar. Gulzoda, arenda juda ham qimmat ekan. Qiynalayotganingizni bilyapman, eshityapman dedilar va o'zlarini uylarini taklif qildilar. Hozirgi paytda biz o'sha uyda ishimizni davom ettiryapmiz. U hovlida xonadon alohida bizga bitta oshxona ajratib berishdi va o'sha yerda biz ishimizni davom ettiryapmiz, to'xtab qolganimiz yo'q. Va bizga shunaqangi imkoniyat yaratib berildi. Bu imkoniyat men kelishini bilardim. Mana shu ichimda juda ham kuchli ishonch bor edi, lekin bu qay tarzda, qanaqa ko'rinishda kelishini bilmasdim.
bizaga homiy chiqdi va hozirgi paytda biza уже iyul oyidan bu yangi joyga ko'chib, men o'zim orzu qilgandek, men o'zim xayol qilgandek shunaqa katta sexda bizani bolalarimizni уже konditorlar bilan birgalikda yonma-yon turib, stajyor sifatida ish boshlashadi. Imkon Bakery bu loyiha hali O'zbekistonda yo'q. Birinchilardan biz boshladik. Imkon Bakery aynan nimasi bilan ajralib turadi? Bu yerda konditorlar bilan birgalikda bizani o'sha hurmatga, har doim mehrga loyiq o'quvchilarimiz bilan birgalikda ular konditorlar shirinlik ishlab chiqarishadi va bu shirinliklar sotuv yo'lga qo'yiladi va eng asosiysi biz sotuvga chiqqanimizdan keyin biz уже stajyor bolalarimizga oylik chiqazib bera olamiz. Hozirgi paytda biz o'qitayotgan o'quvchilarimiz soni 15 tadan oshiq. Bularning ichidan 10 ta bolamiz уже stajyorlikka tayyor. 9 oy davomida tayyorladik. Lekin men bunaqa qisqa vaqt ichida bolalarimiz eplab qo'ldan ish kelishiga, bu qisqa muddatda biz bunaqa rezultatga chiqamiz deb o'ylamadim. Lekin alhamdulillah biz shu qisqa muddatda уже 10 ta bolani stajyorlikka tayyorlab qo'ydik. Hozirgi yangi ish boshlaydigan Imkon Bakery loyihamizda biz 48 ta bolani 6 oy davomida o'qitamiz. Biz o'zimizga уже planlar qo'yganmiz. 48 ta bolani 6 oy davomida o'qitamiz va shu 6 oy ichida уже bolalar saralanishni boshlaydi. Ularning ichidan yana biz уже stajyorlikka tayyor bo'lgan bolani yana o'zimiz ishga olib qolamiz. Bizning o'zimizning Imkon Bakery degan, xudo xolisa, shirinlik magazinlarimiz bo'ladi. U yerda aynan bizning o'quvchilarimiz ishlashadi. Bizning o'quvchilarimiz shu xalq ichiga kirib, xalq orasiga kirib, bizani o'zligi o'sha Imkon Bakery logotipi orqasida tayyorlagan shirinlarni o'zlari sotishadi. Maqsad bu bolalarimizni jamiyatga qo'shish, maqsad bu bolalarimizni boshqa bolalardan yoki boshqa insonlardan ajratmagan holatda qabul qilish va shu narsani targ'ib qilish. Biz hammamiz mo'jizani kutib yashaymiz. Lekin men bolalarimni boricha yaxshi ko'raman, boricha qabul qilganman. Men o'ylaymanki, bu bolalar menga bekorga berilmagan. Sababi hozirgi boshlagan ishimizni sababchisi meni bolalarim. Agar hozirgi paytda Komron bilan Islomda bu diagnoz bo'lmaganda, men diagnozi bor onalarni og'riqlarini tushunmagan bo'lardim va hozirgi harakatimni boshlamagan bo'lardim. Bu hozirgi harakatimni boshlashimga meni farzandlarim sabab bo'lishdi. Bilasizlarmi, o'zi insonga beriladigan vaziyatlar insonni yoki kuchli qiladi yoki sindiradi. Bu vaziyatlar meni kuchli qildi. Menga stakanga limonni suv siqib berildi va men bu limon suvini limonad qildim. Sababi bu vaziyatda endi nima qilaman, qanaqa qilaman deb yig'lab o'tirmadim. O'zimni qo'lga oldim va davom etdim va shunda tushundimki, hozirgi boshlashimiz kerak bo'lgan ishga Allohim meni tayyorlab kelgan ekan, sekin-sekinlikda. Aytmoqchi bo'lgan narsam, agar sizni farzandingiz ham tashxisli bo'lsa, hech qachon farzandingizdan uyalmang. Bu menga berilgan sinov deb qaramang, chunki bu bolalar bizga sinov sifatida emas, bu bolalar bizga как бы marhamat sifatida beriladi. Men o'zim tajribadan kelib chiqib shuni ayta olamanki, menga bu bolalar Allohim tarafdan berilgan marhamat. Chala. Men ko'p aytaman, bular meni brilliantlarim deb aytaman-da. Bular meni brilliantchalarim. Agar meni farzandlarim bo'lmaganda, hozirgi Gulzodani ko'rmagan bo'lardinglar va hozirgi harakatlar bo'lmagan bo'lardi. Shunaqa tashxisi bor bo'lgan onalarga boshida men ham bu xatolarni qilganman, shu narsalarni qilmaslikni iltimos qilgan bo'lardim. Biz boshida farzandimizga diagnoz qo'yilgandan keyin biz 3 kunlikka tushib qolamiz. Chunki men o'zimda bo'lgan vaziyat, Islom o'sha 4,5 yoshligida juda ham og'ir holatga kelib qolganda, biz o'sha neyropatologlardan doimiy ravishda lecheniya olib borardik. Lekin o'sha paytda Islomda autizmligini hattoki mediklar ham bilishmagan va menga aytishganki, bu bolani topshirib yubor, o'zing qiynama, bu boladan foyda yo'q deb aytishgan. O'sha paytda 3 kunlikka tushib qolganman, nima qilishni bilmaganman, qanaqaki, qanaqa bolamga yordam bera olaman, nima qilsam bo'ladi degan
mani savol juda ham ko'p qiynardi. Men shunday vrachga aytganmanki, yo'q, bu boladan foyda bor. Vaqti keladi, men bu bolamni olib kelaman va sizga albatta ko'rsataman. Hech qachon ota-onaga bunaqa og'riqli temada bu gaplarni gapirmang deb ham aytib o'tganman, chunki qaysidir ona o'sha paytda sinib qoladi, bo'ldi bolam o'sha yaxshi bo'lmas ekan deb juda kuchli depressiyaga tushib qoladi-da. Qisman o'zim ham o'sha paytda tushganman, chunki men o'ylaganmanki, mana hozir vrach shunaqa dedi, vrachchi bilimi bor, vrach shu narsaga necha yil o'qigan, tajribasi bor, demak rostdan shunaqa bo'lishi mumkinmikan degan savol ham bo'lgan menda. O'sha paytda meni hech kim qo'llab-quvvatlamagan. Hamma meni bu farzandlik uchun ayblagan, lekin o'zimni qo'lga oldim. Agar men harakat qilmasam, men kuchli bo'lmasam, men harakatdan to'xtab qolsam, bolalarimni ahvoli nima kechadi degan savolni o'zimga berdim va oyoqqa turdim. Duo taqdir o'zgartirishiga men ishonaman va shu narsani hozirgi paytda ko'rib kelyapman. Qachondir menga aytishgan, bu boladan foyda yo'q, bu bola bilan meni kelajagim yo'q degan gaplarni menga aytishgan, lekin foyda borligiga men ishonardim, men duo qilardim va hozirgi ishonchim, duoyim shu kunga olib keldi. Bu boladan ham foyda borligini, bu bola ham qo'lidan ish kelishini va bu boladan ham faxrlanish mumkinligini men ko'rsataman deb mana shu mashtimga tugib qo'ygandim va alhamdulillah shu kunga yetib keldim. Hozirgi paytda farzandlarimni men yolg'iz o'zim katta qilyapman. Sababi farzandlarim adasi bilan ajrashganman. Biz 19 yil yashab ajrashdik. Bolalarim adasi bolalarni diagnoz qabul qilishga qiynaldilar va qabul qila olmadilar. Endi ularni bu narsada ayblamayman. Har kim o'zini tanlov, har kim o'zini qo'ldan kelgancha aql yetgancha yashaydi. Ular sog'lom farzand tug'dirish yo'lini tanladilar. Men shu farzandlarimni tarbiya qilib, bu farzandlarimni rivojlantirish yo'lini tanladim. Aytmoqchi bo'lgan narsam, menga o'xshagan yolg'iz onalar bor bo'lsa, hech qachon tushkunlikka tushmang, hech qachon qo'lingizni oppuskать qilmang, harakat qiling va ishoning. Farzandingizni kelajagi go'zal bo'lishiga siz ishoning va duo qiling. Bizni onalarning duosi juda ham katta kuchga ega-da. Siz shu duoga o'zingiz ishonsangiz, albatta farzandingiz bilan natijaga erishasiz va farzandingiz orqasidan faxrlanib yurasiz, xuddi men kabi. Hozirgi paytda farzandlarim bilan men faxrlanaman. Farzandlarim orqasidan meni xalq tanishni boshladi. Hech qachon farzandingizdan uyalmang.